Bugungi mavzuyimiz o'zligimiz, sog'lom e'tiqod hamda buyuk ajdodlarimiz ilmiy merosi bo'lmish Moturidiy ta'limoti ahamiyatiga bag'ishlanadi. Demak, aqida bizning dinimizda birinchi narsa. Alloh borasidagi e'tiqodimiz ayb va nuqsonlardan uni poklash. Moturidiy maktabi bizni aqidamizni to'g'rilashga xizmat qiladigan bir ta'limot bo'lsa, Hanafiy mazhabimiz bizni amaliyotimizni, ibodatimizni demak to'g'ri yo'lga soladigan bir maktab bo'lsa, demak bu tariqat, Naqshbandiya tariqati bizning yurtimizda keng tarqagan, bizni yurtimizdan chiqqan zot. Demak, bu kishining maktabi bizni axloqimizni to'g'ri yo'lga soladi. Bemazhablar, mazhabni inkor qiluvchilar, mazhablarni bid'at deyuvchilar shu dinni amaliyotiga yengil-yelpi qarovchilar deb bilaman. Bizi hududlarda Makhul Nasafiy bir 20 dan 30 dan ziyod aqidaviy oqimlarni, turli oqimlarni sanaydi kitobida. Aynan Imom Moturidiy yashagan davrda. Sog'lom aql sahih naqlga o'z zid kelmaydi. Aynan Imom Moturidiyning maslaki ham aql jihatidan, ham naql jihatdan ularni raddiyalariga, dinga bo'lgan e'tirozlariga qarshi javob bera oladigan maslak hisoblanadi. Hozirgi kunda Moturidiy ta'limoti xuddi o'zlarining davrida buni ta'limotni yo'lga qo'yishlikka sabab bo'lgan unsurlar hozirgi kunda ham yo'q emas, borligi uchun demak bizga aynan shu yo'nalish bizga qo'llanma bo'ladi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, ilm-fan shaydolari. Imom Moturidiy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi hamda Ziyo media markazi hamkorligida taqdim etilayotgan Sog'lom e'tiqod asoslari loyihamizning birinchi sonida uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Bugungi mavzuyimiz o'zligimiz, sog'lom e'tiqod hamda buyuk ajdodlarimiz ilmiy merosi bo'lmish Moturidiy ta'limoti ahamiyatiga bag'ishlanadi. Mavzuni chuqurroq tahlil qilish uchun ustozlar va soha mutaxassislarini taklif qilganmiz. Studiyamizning faxriy mehmoni O'zbekiston musulmonlari idorasi raisining birinchi o'rinbosari, fazilatli ustoz Homidxon domla Ishmatbekov hamda Imom Moturidiy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi bo'lim boshlig'i, Moturidiyshunos olim Abdulatif domla Allaqulov. Assalomu alaykum ustozlar, xush kelibsiz. Alaykum assalom. Suhbatimizni eng asosiy tushunchalardan boshlasak, ustozlar, bugungi kunda ko'p takrorlanadigan, lekin xalqimizni ko'pchilik qismi mazmun mohiyatini chuqur anglab yetmaydigan aqida so'zidan boshlasak, ustoz, aslida aqida ilmi nima? Aqidani musulmon uchun ahamiyati qanchalik? Avval suhbatimizni shundan boshlasak. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Avvalo ushbu ko'rsatuvga taklif etganingiz uchun minnatdorchilik bildiraman. Alloh taolo boshlangan bu ishni Alloh xayrli qilsin, manfaatli qilsin va davomli bo'lishligini o'zi nasib aylasin. Amin. Aqida aslida mana keyinchalik biz aqida ilmi deb atasakda, bu o'zi asli odam zot bor ekanki, Alloh taolo odamni yaratdi. Demak, o'sha insoniyatni Alloh taolo bu dunyoga yaratishdan maqsadini ham Qur'oni Karimda bayon qildi. Qaysiki inson bu dunyoda Alloh taoloni tanib, Alloh taologa ibodat qilib yashash kerak. Mana shuning uchun yaratdim deydi Qur'oni Karimda. Demak, insonni mana shu Allohni tanib, bilib, dunyoga nima uchun kelganligi va dunyoda yashashdan maqsad nima va bu dunyo demak inson uchun bir vaqtinchalik bir imkoniyat, imtihon dunyosi va albatta bu dunyo bir kun kelib tugaydi va yana yaratuvchi zot Parvardigorning huzuriga va oxiratda abadul hayot kechirish uchun qaytib borishligi haq ekanligi mana shu odam atodan Alloh taolo bergan ta'limot bo'lsa, mana shunga ishonishlikni aqida deymiz o'zi aslida. Bu har bir insonni bo'lish kerak bo'lgan narsa. O'zi aqd degani shu qalbdagi bir ishonch, mustahkam ishonch. Qalbga tugilgan bir tugun yechib bo'lmaydigan shunaqa bir mustahkam demak ishonchni o'sha aqd degan so'zdan kelib chiqib, keyinchalik bu aqida bo'ldi va natijada bu bir ilm, fan sohasiga ham aylanib ketdi. Endi aytmoqchimizki, demak bu aqida u har bir insonda bor. Har bir insonni bir qat'iy ishongan narsasi bor. U nafaqat u musulmon odam hozirgi aytganimizdek Allohning borligiga, oxiratning borligiga iymon keltirishi bo'lsa, qaysidir insonlar borki, umuman bu narsaning yo'qligiga ishonadi.
Allohni yo'q deb biladi. Shunga qat'iy ishonadi. Uni har qancha dalil keltirsangiz ham uni rad etaveradi. Chunki uni ishonchi shunda to'xtagan. Uniki ham aqida. Uni ham aqida deymizda. Aqida degani mana shu, demak insonni bir qalbida mustahkam bo'lgan, o'zgartirib bo'lmaydigan, hech qanday unga bir shak-shuk va aralashish bo'lmaydigan bir narsani aqd deyiladi. Lekin shaxsan aynan bizni diniy ta'limotimizda aqida mana shu. Alloh taolo bizga o'sha iymon keltirishimiz kerak bo'lgan narsalar, o'sha birinchi Alloh taoloning borligidan boshlab va Alloh taolo o'sha bizga payg'ambarlar orqali yetkazgan ta'limotlariga ishonchni buni aqida deymiz. Mana payg'ambar alayhisolatu vassalom birinchi payg'ambar bo'lib kelganlarida insonlarni chaqirgan, da'vat qilgan narsalari Allohdan boshqa iloh yo'q ekanligi chaqirdilar. Chunki u paytdagi odamlar, u paytdagi o'sha odamlarni e'tiqodi u Allohni bir deb bilmas edi. Ya'ni yaratuvchi sifatida tan olsa ham, lekin iloh sifatida olihalari ko'p edi. Shuning uchun ularni mushrik deyiladi. O'sha qalbida o'zlari uchun sig'inadigan biror bir but, sanamlar o'zlari yasab olgan narsaga o'sha dardini aytardi, iltijosini qilardi, o'shandan najot kutardi, yaxshi yomonligini ham o'shandan ko'rar edi. Shunaqa e'tiqod ular uchun o'sha tosh, yog'och, shunga o'xshagan narsalarga bog'lanib qolgan edi. Ana payg'ambar alayhisolatu vassalom insonlarning bu e'tiqodi, bu aqidasi botil, noto'g'ri. Ertaga ularga oxiratda najot bermaydi, aksincha halokatga olib boradi deb ana ularni to'g'ri e'tiqod sari boshladilar. Ya'ni Allohdan boshqa iloh yo'q. Haqiqiy iloh, haqiqiy iltijo qilinadigan, haqiqiy najot so'raladigan, umuman butun borliqni, nafaqat insoniyatni, butun borliqni egasi bo'lgan yakka yolg'iz zot Alloh taolo ekanligiga odamlarni inontirish uchun 12 yil harakat qildilar. Makkadagi davr 13 yil davri bo'lgan bo'lsa, shuni 12 yili mana shu bilan kechdi. Ya'ni la ilaha illalloh, Allohdan boshqa iloh yo'q, o'zlarini payg'ambar ekanliklarini, Muhammad Allohning elchisi, payg'ambari degan narsaga odamlarni ishontirish uchun, hattoki buni ishontirish borasida Alloh taolo qancha mo'jizalarni ko'rsatdi. Chunki bilamizki, payg'ambarlarni o'sha payg'ambar ekanligini odamlarga isbotlash uchun o'z vaqtida hamma payg'ambarlarga ham Alloh taolo mo'jiza bergan. Mana kuni kecha Rajab oyida eslaganimiz Isro va Miroj voqeasi. To'g'rimi? Insonni aqli bovar qilmaydigan ishlar bilan, demak, insoniyatni lol qoldiradigan Alloh taolo shunaqa bir mo'jizalarni beradiki, bu hammasi nimaga? O'sha butun olamlarning egasi, jumladan insonni ham yaratgan Rabbisi Alloh ekanligiga ishontirish uchun mana shu harakat bo'ldi. Mana shu, demak, e'tiqod to'g'ri bo'lmasa, sog'lom bo'lmasa, boshqa narsalar sog'lom bo'lmaydi. Shuning uchun dinni asli e'tiqod to'g'ri bo'lishligiga bog'liq. Mana dinimizni yuqorida aytdik, o'sha 12 yil aqidani birligiga, Alloh taoloni bir deb e'tiqod qilishlikka chaqirgan bo'lsalar, ana shunga erishilgandan keyingi rukunlar buyurildi. Namoz farz bo'ldi, ro'za, zakot, haj, undan keyingi boshqa islomiy ahkomlar keyin buyurildi. Chunki odam to aqidasi to'g'ri bo'lmaguncha uni keyingi qilgan amallari Allohning huzurida ham maqbul emas. Ana shu ma'noda, demak, bizning dinimizda aqida masalasi eng birinchi o'rinda turadi. Endi buni ilm deganimiz, o'sha aqida ilmi deganimiz bu endi keyinchalik bu bir ilm sifatida shakllandi. Demak, bu narsani qaysidir darajada avom xalq bilish kerak, qaysidir darajada demak olimlar uni bilish kerak degan masalada, demak, bu bir ilm sifatida shakllandi. Shuning uchun aytamizki, bir so'z bilan, demak, aqida bizning dinimizda birinchi narsa. Bunda, demak, to'g'ri aqidani yo'lga qo'yib olish kerak. Odam o'zini qiladigan aqidasini to'g'ri qilib olish kerak. Uning uchun, demak, o'sha eng asosiy birlamchi e'tiqod qilishimiz kerak bo'lgan narsalar, aqida borasida bir qancha kitoblar bor. Birinchi bo'lib mana Imom Azam rahmatullohi alayhi Fiqhul Akbar kitoblari bo'lsa, ana shu yerda eng lo'nda kerak, zarur bo'lgan masalalar bayon qilingan. Bor yo'g'i bir 55 ta masala ekan shu yerda. E'tiqod qilishimiz Allohning borligi, farishtalarning borligi, payg'ambarlarning haqqiligi, jannat, do'zax va shunga o'xshash, demak, bizga payg'ambar orqali Alloh taolo xabarini berishi mumkin bo'lgan narsalar bu bizning e'tiqodimizda. Demak, unga biz xoh aqlimiz bilan
uni anglab yetaylik, xoh anglab yetmaylik, biz o'sha Alloh taolo demak Rabbimiz ekan, payg'ambar alayhissalom haq ekanlar, demak bular tomonidan kelgan bu xabar albatta haq deb biz iymon keltirishligimiz bilan mana shunda to'xtaymiz. Mana shuni otini demak aqida deyiladi. Mana shundan keyingina boshqa insonni qilgan amallari Allohning huzurida e'tiborga olinadi. Shuning uchun mana dinimizni arkoni deganda ham 5 ta arkoni bo'lsa, birinchi iymon turadi. Ana shu iymonimiz demak aqidamiz deganimiz. O'sha yerda 6 ta narsa sanaladi. To'g'rimi? Alloh borligiga guvoh beraman. Farishtalar, payg'ambarlar, kitoblari, taqdir, yaxshi yomonligi va oxirat qayta tirilishligi deymiz. Bular hammasi demak Alloh taolo tomonidan buyurilgan, biz e'tiqod qilishimiz shart bo'lgan, lozim bo'lgan va undan boshqa shak bo'lishi mumkin emas bo'lgan narsa bo'ldi. Ana undan keyin qolgan 4 ta arkon keyin ketma-ket kelyapti. Shuning uchun demak aqida biz uchun juda muhim. Rahmat ustoz. Haqiqatda demak musulmon insonni amallari qabul bo'lishi uchun uni avvalo demak aqidasi to'g'ri bo'lishi kerak, to'g'ri e'tiqod qilish kerak. So'fiyolar hazratlari ta'kidlaganlaridek, aqida bilmagan shaytona eldir, agar 1000 yil amal deb qilsa eldir. Baytlari ham aynan shu mazmunni ifodalasa kerak. Haqiqatda demak sof to'g'ri e'tiqod musulmonni ibodatlari qabul bo'lishiga sababchi bo'ladi. Rahmat ustoz, mazmunli va to'laqonli javobingiz uchun. Abdulaziz domla, mana ustoz yuqorida ta'kidlab o'tdilar. Iymonning shartlarini aytib o'tdilar. Ya'ni Allohga, farishtalarga, Allohning kitoblariga, demak qiyomat kuniga qayta tirilish va taqdir masalasi. Mana shuni ozgina qisqa shularni izohlab bersangiz, hatto o'sha bizni kuzatib turgan kuzatuvchilarga foydali bo'lib qolardi. Alhamdulillah robbil alamin va salatu vassalamu ala rasulihil karim. Avvalambor yuqorida ustozimiz aqida borasida uni lug'aviy ma'nolari va bu borada demak yozilgan kitoblar va payg'ambarimizni demak bu aqidani xalqqa, jamiyatga yetkazishda necha yil sarflaganliklari haqida gapirdi. Aqida o'zi ma'rifatun nafsi ma laha va ma alayha. Nafs o'zi uchun foydali va ziyonli bo'lgan narsalarni bilish. Mana shulardan birinchisi Allohni tanish. Eng birinchisi demak aqidada Allohni tanish. Ya'ni biz yaratilgan mavjudot sifatida, aqlli mavjudot sifatida va shariatga mukallaf bo'lganligimiz uchun boshqa mahluqotlardan farqli ravishda Allohni tanishimiz kerak. Chunki bizga Alloh taolo aql berdi. Aqlsiz boshqa mavjudotlarga Allohni tanish shart emas. Alloh ularni mukallaf qilmagan. Shuning uchun ham bu yerda biz Alloh taoloni tanishligimiz, uni sifatlarini, uni ismlarini, uni yakka yagonaligini va shu bilan bir qatorda Alloh borasidagi e'tiqodimiz ayb va nuqsonlardan uni poklash. Har qanday holatda, har qanday sharoitda uniga jism ma'nosida yoki bo'lmasa Alloh taologa sherik ma'nosida na'uzubillah shubhalarni barchasidan Allohni poklash kerak. Biz bu aqidaviy zimmamizdagi burchimiz va bizga farz hisoblanadi. Endi keyingisi farishtalarni tasdiq qilishlik. Yana bu yerda bir narsani bilishimiz kerakki, Alloh taoloni tanish va uni yakka yagonaligini tasdiq qilishlik. Ya'ni bilishni o'zi kifoya qilmaydi, tasdiq ham kerak. Alloh taoloni borligini bilsa-yu, lekin u yakka yagona xoliq sifatida tasdiqlamasa, ya'ni tasdiqlash deganda biz buni iymon keltirish. Iymon keltirish. Chunki tarixda bo'lganda bu narsalar, ya'ni iymon nima desa, ma'rifatulloh degan toifalar ham bo'lgan, Allohni tanish deganlar ham bo'lganda, shunda olimlarimiz aytganki, yo'q, ma'rifatullohni aksi bu jahl bo'ladi, jaholat bo'ladi. Lekin tasdiqni aksi inkor bo'ladi. Bu yerda ma'rifatni o'zi yetarli bo'lmaydi, balki tasdiq ham kerak. Albatta qalb tasdiqi, til iqrori kerak bu yerda. Va farishtalarni borligiga iymon keltirishlik. Bu demak farishtalarni biz g'ayb olami hisoblanadi. G'ayb olamida demak bizni kitoblarimizda ham ko'p keladi. Voqelik orqali g'aybni borligiga iymon keltirishni aql yo'llari bilan olimlar isbotlab bergan. Lekin bizni oldimizda turgan zamonaviy ilm fanlar faqatgina u voqelik va aniq narsalar bilan shug'ullanadi. Metafizika bilan shug'ullanmaydi. Hozirgi kunni demak faylosuflarini dahosi bo'lgan Kantlar ham metafizika bilan ilm fan shug'ullanmaydi degan. Shuning uchun farishtalarning borligini ko'zimiz ko'rmagan bo'lsa-da,
ko'zimiz ushlab ko'rmagan bo'lsak-da, uni borligiga iymon keltirishligimiz. Chunki biz birinchi Allohga iymon keltirib oldikmi, Alloh taolo farishtalarni borligini Qur'oni Karimda bayon qildi. Demak, unga tasdiq qilib, unga iymon keltirishimiz va Allohning kitoblariga iymon keltirishligimiz. Kitoblari 4 ta kitoblar bo'lsa, undan tashqari sahifalar ham bo'lgan. Jami 100 ga yaqin, demak, sahifa va kitoblar bo'lgan. Bunga masalan Tavrot, Injil, Zabur va Qur'onni u ilohiy kitoblar bo'lsa, qolgan sahifalar Ibrohim alayhissalom va boshqa payg'ambarlarga nozil qilingan. Va undan keyin payg'ambarlarni mavjudligiga iymon keltirish, payg'ambarlarni demak Alloh taoloni risolatini insoniyatga yetkazishlik uchun yuborilgan payg'ambarlarga iymon keltirish va payg'ambarlarning rutbasi, martabasi insoniyat kasb qilish orqali egallab bo'lmaydigan daraja hisoblanadi. Bu Alloh taolo o'zi xohlagan bandalarga bergan bu ne'matni va biz bunday payg'ambarlarga iymon keltiramiz va qazoi qadarga iymon keltiramiz va oxirat kunining mavjudligiga iymon keltiramiz. Bu iymon keltirilayotgan narsalarni qaraydigan bo'lsak, bu insonni barchasi qalb bilan bog'liq bo'lgan jarayon va buga iymon keltirishligimizni Alloh taolo Baqara surasining 285-oyatida ham marhamat qilib aytganki, amanar rasulu bima unzila ilayhi min robbih wal mu'minun kullun amana billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi. Ushbu oyat karimada rasul o'ziga nozil qilingan, Robbis tomonidan o'ziga nozil qilingan narsaga va mu'minlar iymon keltirishdi. Ya'ni rasullar va mu'minlar rasulga nozil qilingan narsaga iymon keltirishdi. U iymon keltirgan narsalar nimadan iborat? Barchalari Alloh taologa, uning farishtalariga va kitoblariga va rasullariga iymon keltirishdi degan mazmunda ushbu oyat karimada marhamat qilinyapti. Ya'ni aynan Qur'oni Karim bilan bizga Alloh taolo nimalarga iymon keltirishimizni o'zi bayon qildi. Va bu yerdan bizga ma'lum bo'ladiki, demak sog'lom e'tiqod nima? Sog'lom e'tiqod aynan mazkur narsalarni qalb bilan tasdiq qilib, til bilan iqror qilishdir. Shundagina inson Alloh taologa iymon keltirgan bo'ladi. Albatta yuqorida ustozimiz ham aytdiki, aslida islom dinida e'tiqod deganda shuni tushunamiz. Lekin boshqalar ateist bo'lishi mumkin, deist bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa umuman boshqa dinlarga e'tiqod qilishligi mumkin. Ularda ham qandaydir ishonch bo'ladi. Bunda u lug'aviy ma'nodagi aqida ularda topilyapti. Lekin istilohiy ma'nodagi aqida bu aynan islom dini ta'limotida aks etgan, yuqorida bayon qilingan, demak 6 ta narsaga iymon keltirishlik bu aqida hisoblanadi. Rahmat domla mazmunli javobingiz uchun. Bugun ajoyib bir holat bo'ldi ustoz. Ertalab bir tanishimizga xabar qildim. Shunaqa bugun podkast yozamiz. Moturidiy ta'limotini ahamiyati haqida deb aytdim, xabar berdim. U kishi endi bu sohada o'qimagan, endi oddiy musulmon odam edilar. Bir savol berib qoldilar. Shu savolni men o'sha hozir hammani oldida sizlarga taqdim etsam, aytdilarki, mana biz moturidiylik ta'limoti deymiz, naqshbandiylik ta'limoti deymiz. Bularni qanday ajratamiz? Bular ham o'zgami? Naqshbandiylik ta'limoti yoki misol uchun yassaviy ta'limoti, moturidiylik ta'limoti degan tushuncha iboralar ishlatiladi. Buni qanday tushunamiz deb qoldilar. Demak, bularga ham alohida nima deydi, javob berib o'tsak yaxshi bo'lardi ustoz. Demak, xalqimiz bu tushunchalarni, ya'ni ta'limotlar, ya'ni fiqh nima, aqida nima va tasavvuf nima, bir ozgina ustoz shuni izohlab bersangiz. Haqiqatdan ham xalqimizda hattoki hozir biz gaplashayotgan darajadagi gaplarga ham savol chiqishi mumkin-da. Chunki endi aqida masalasi o'zi chuqur mazmunga ega bo'lgan mavzu hisoblanadi. Ayniqsa biz mana Moturidiy markazi faoliyatini boshladi. Moturidiy aqidasi to'g'risida keyingi davrlarda ko'p gapiryapmiz. Shuni o'zida ham odamlarda har xil fikr paydo bo'ladi. To'g'ri, bir tomon tasavvuf deymiz, bir tomoni aqida deymiz, bir tomoni Hanafiy mazhabi deymiz. Go'yoki nazarda yo'llar ham, yo'nalishlar ham ko'payib ketayotgandek tuyulishi mumkin-da. Lekin aslini so'raydigan bo'lsak, hammasi bir maqsadga xizmat qilyapti. Payg'ambar alayhisolatu vassalomga Jabroil alayhissalom hadisi deymiz-ku. Buni asl asosi shu. Jabroil alayhissalom Hazrat Umardan rivoyat qilingan hadisda bir kuni kelib Payg'ambar alayhisolatu vassalomning oldilariga kelib, mal iymon, iymon nima, mal islom, islom nima, ihson nima deb savol-javob qilganlar. Payg'ambar alayhissalom shu savollariga javob berganlar. Ana iymon degani hozir biz
zikr qilib o'tgan ishlar, Allohga iymon keltirish, farishtalarga, kitoblariga, payg'ambarlariga, taqdir va oxirat kuniga iymon keltirish bo'lsa, islom esa bizni amaliyotimiz. Yuqorida aytdik, demak iymon, payg'ambar alayhissalotu vassalom 12 yil da'vat qildilar la ilaha illallohga. Ana undan keyin odamlarning iymonini bir joyga qo'ygandan keyin namoz farz bo'ldi. Endi amaliyotga o'tildi. Ana buni islom dedilar. Namoz o'qishlik, ro'za tutishlik, zakot berishlik, boy odam burada qodir bo'lsa hajga borishlik va shunga o'xshab, demak bizning hayotimizdagi amaliyotimiz, to'g'rimi? Kasb qilishligimiz, qo'ni qo'shnichilik munosabatlarimiz, qavmi qarindoshchilik munosabatlarimiz va boshqa amaliyotimiz bu ikkinchi qismi. Va endi uchinchi qismi ihson deganda bu bizni go'yoki birinchi navbatda axloqimiz. Birinchi navbatda Alloh bilan bo'ladigan o'rtasidagi munosabatimizni to'g'rilab olishimiz kerak. Biz uni oldida bandai ojiz, uni oldida biz hisob beruvchi zot, inson sifatida turishimiz kerak. Qanday, qayerda bo'lishimizdan qat'iy nazar, u namozda bo'lamizmi, ko'chada bo'lamizmi, uyimizda bo'lamizmi, qayerda bo'lsak, shu meni tepamda nazorat qilib turuvchi zot bor. Men hisob beruvchi, bu qilayotgan har bir xatti-harakatimdan ertaga hisob beruvchi zot bor, Rabbim bor deb o'shani go'yoki sen ko'zi oldingda namoyon qilgin, ko'rib turgin. Ko'rishing ilojing yo'q, u seni ko'rib turganligini his qilgin degan ta'limot. Bu endi odob axloqqa o'tadigan. Mana shu endi keyingi davr ulamolari, yuqorida ham aytdik, o'zi aslida har bir kishida bo'lish kerak bo'lgan aqidani uni bir tizimga solish uchun bu bir fanga aylandi. Ilmga aylandi. To'g'rimi? Bu aslida aqida ilmi ham deyilmadi o'zi, aslida keyin borib bu o'zi nomini oldi. Misol uchun fiqhul akbar deyildi, to'g'rimi? Yoki usuli din deyildi, dinning asli deyildi. Ana undan keyin borib keyin kalom ilmiga aylanib, ana o'sha davrda keyin moturidiylik yo'nalishi, ikkinchi tomondan ash'ariylik yo'nalishi, ya'ni bu juda ham keng qamrovli bitta bir tizimga aylandi aqida masalasi. Bizni boyaga aytgandek, namozimiz, ro'zamiz, amaliyotimiz ham keyin borib bir katta bir maktabga aylandi. Natijada 4 ta mazhab kelib chiqdi. Hanafiy mazhabi, Shofiy mazhabi, Maliki va Hanbali. Bu bizni shu amaliyotimizni o'sha shariatimizga muvofiq bo'lishligini ko'rsatib beruvchi yo'l. Mazhab degani shu yo'l. Demak, bu yo'l u bizni amaliyotimizda to'g'ri yo'lni ko'rsatadi. Insonni demak bitta aqidasi bo'lsin oldin to'g'ri, undan keyin qiladigan amaliyoti to'g'ri bo'lsin deb bunga alohida bir tizim yoki bo'lmasam bir ilm sifatida bunga qaraldi. Va uchinchisi endi bu bizning axloqimiz. Yuqorida aytganimizdek, Rabbimiz bilan bo'ladigan, qolaversa boshqalar bilan bo'ladigan aloqamizda hamma narsani bizni ko'rib turuvchi, ertaga biz hisob berishimiz bor bo'lgan, haq bo'lgan zot ko'rib turibdi deb, ana o'sha narsani bizga his qildirib, shu yo'lda tarbiyalash uchun keyin bir tasavvuf tariqatlari kelib chiqdi. Tasavvuf maktabi yuzaga keldi va bular ham o'zlarini bir xos usullarini joriy qilish natijasida Naqshbandiy, Yassaviya, Kubraviya va boshqa demak maktablar tashkil bo'ldi. Maqsad aytmoqchimizki, bu Maturidiy maktabi bizni aqidamizni to'g'rilashga xizmat qiladigan bir ta'limot bo'lsa, Hanafiy mazhabimiz bizni amaliyotimizni, ibodatimizni demak to'g'ri yo'lga soladigan bir maktab bo'lsa, demak bu tariqat, Naqshbandiya tariqati bizni yurtimizda keng tarqagan, bizni yurtimizdan chiqqan zot, demak bu kishining maktabi bizni axloqimizni to'g'ri yo'lga soladigan va hammasi bitta maqsadga yetaklaydigan yo'llar bo'ldi-da. Demak mana inson ham, o'zimiz ham aytaylik, mana bog'chaga borgandan keyin bog'chada bolalarni sekin-sekin o'ziga xos bo'lgan bir yo'l bilan ularni keyingi kelajak yoshigacha tarbiyalab boradi. Maktabga borgandan keyin boshlang'ich sinf ularga o'qishni o'rgatadi, yozishni o'rgatadi, hisobni o'rgatadi. Keyingi darajadagi holatga uni yetkazib boradi, tayyorlab boradi. Ana undan keyin o'rta, undan keyin oliy darajadagi alohida unga demak ta'lim beriladi. Mana shunga o'xshab, demak bu har bittasi ham qaysidir darajada birinchi asoslik aqidamiz bizni birinchi bo'lishligi bo'ladigan bo'lsa, undan keyin axloqimiz bilan, undan keyin amaliyotimiz bo'ladigan bo'lsa, bu bitta insonni kamolatga yetkazadigan yo'l. Hammasi ham biz uchun kerak. Yo, men bitta Maturidiy aqidasida bo'lib to'g'ri bo'lsam bo'ldi, men shuni to'liq o'rganaman, shu aqidamni to'g'ri qilaman desada, lekin amaliyotiga e'tibor bo'lmasa, unga parvo qilmasa, hozir ayniqsa chiqib ketdi bemazhablik. To'g'rimi?
o'sha aynan men aytamanki, shu bemazhablar, mazhabni inkor qiluvchilar, mazhablarni bid'at deyuvchilar shu dinni amaliyotiga yengil yelpi qarovchilar deb bilaman. Xo'ja ko'rsinga qulay kelib qolsa qulayini qiladi, kelmay qolsa qilmay qo'yaverishligi uchun bular o'sha bir muayyan tizimli yo'lni inkor qilishga harakat qilishadi. Yoki tasavvufni bid'at deyuvchilar ham bor-da. Tasavvufni hattoki kufr deyuvchilar ham bor, toifalar ham bor. Demak, ular ham qandaydir insoniyatda bir axloqi, odobi ular uchun ahamiyatli bo'lmagan. Yoki Alloh taoloning oldidagi o'shanaqa hisob beruvchi ekanligini juda ham haligi qalbiga singdirmagan, bu narsani his qilmaganlar bu narsaga tushunmaganlik uchun inkor qiladi. Men bitta shu aqidada bo'lsam bo'ldi, qolganiga e'tibor bermayman desa, u inson oxiri najot topmaydi, to'g'ri yo'lga bormaydi. Chunki demak o'sha maqsad shuki, demak insoniyatni Alloh taolo yuqorida aytganimizdek va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun deganda o'sha tafsir qilishadiki illa liya'rifuni, meni tanishlik uchun deganda inson Alloh taoloni haqiqiy ma'noda taniydigan bo'lsa, demak undagi o'sha aqidani ham to'g'ri qiladi, amaliyotda ham xolis to'g'ri bajaradi va uni demak axloqi ham bir go'zal kamolga yetadi. Shuning uchun bular hammasi bir-biri bilan chambarchas bog'liq narsalar, bir-biridan ayro bo'lgan narsalar emas. Biz uchun mana shu ulamolar maktab sifatida o'sha har bittasini demak bir fan, ilm sifatida o'rganib bizlarga yetkazib kelganki, biz hammasini ham o'zlashtirishimiz kerak va hammasidan demak o'zimizni layoqatimiz, imkoniyatimiz darajasida demak bilishimiz, ma'lumotga ega bo'lishligimiz kerak bo'ladi. Rahmat ustoz. Endi mana Abdulatif domla haqiqatda aqida ilmini rivojlanishiga Imom Moturidiy hazratlari beqiyos xizmat ko'rsatganliklarini aytib o'tdik. Keling, Moturidiy ta'limotini ahamiyati va ushbu ta'limotni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamgacha bog'langanligi haqida suhbatlashsak, marhamat domla. Albatta, bu yerda domlamiz yuqorida to'liq sodda qilib oddiy xalq tushunadigan tilda gapirib berdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zi inson biz ummatlariga domlamiz yuqorida aytgan narsalarni ta'lim berish uchun jo'natganlar. Ya'ni aqidani, fiqhni va axloq odobni sayqalash. Shuning uchun ham Qur'oni Karimda usvatun hasana deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga chiroyli namuna borligini aytilgan. Va payg'ambarimizdan sahoba-i ikromlar masalan Qur'oni Karimni to'liq ta'lim olgan qori sahobiylar alohida bo'ldi. Aqidani masalan Abdulloh ibn Abbos kabi sahobiylar aqidani mustahkam bildi. Ali roziyallohu anhu kabilar, chunki xorijiylar bilan tortishdiki aynan borib va aynan Ali roziyallohu anhu masalan Jabariylar bilan, Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu Qadariylar bilan mana tortishganlarni ko'rishimiz mumkin. Aqidani payg'ambarimizdan olganliklari yoki bo'lmasa fiqh ilmini Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu oldilar yoki bo'lmasa axloq odob ilmlarni masalan tasavvuf ilmi deymiz, ruhiy tarbiya ilmi deymiz, Abu Bakr roziyallohu anhular va mana shunday zaylda keyingi avlodga, ya'ni sahobiylar, tobiinlarga o'rgatiladi. Tobiinlar Qur'oni Karimni sahoba ikromlardan Ubay ibn Ka'b va Zayd ibn Sobit roziyallohu anhulardan borib o'rgangan bo'lsalar, tasavvuf, ruhiy tarbiya ilmini Abu Bakr roziyallohu anhulardan borib o'rgandilar. Aynan fiqh ilmlarini Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhudan va bu yerda aqida ilmini Abdulloh ibn Abbos va Ali roziyallohu anhu kabilardan o'rganib o'zlashtirdilar. Keyingi davrlarga kelib endi maktablar paydo bo'ldi. Ya'ni Qur'oni Karim maktablari paydo bo'ldi, masalan 10 ta qiroat deymiz. Hech kim bu borada ikkilanmaydi hamda hozirgi kunda masalan yuqorida aytilgandek bugungi kundagi bemazhablar ham Qur'oni Karimda 10 ta mazhab bor desa hech qanaqa raddiya bermaydi. E'tiroz ham bildirmaydi. Va shunday qabul qiladi-da. Lekin bu yerda aqidaga kirishadigan, aqidada Ash'ariylik, Moturidiylik desa, tezda unda bir narsa reaksiyaga kirishib ketadi yoki bo'lmasa tasavvuf deydigan bo'lsa, yuqorida aytilganda kufr, shirk degan narsa duch kelib qoladi. Payg'ambarimiz davrida aqidaviy maktab bo'lmagan, aqidaviy mazhab bo'lmagan, ta'limot bo'lmagan, tasavvufiy yo'nalishlar bo'lmagan. Qayerdan chiqarding deydi. Vaholanki Qur'oni Karimdagi 10 ta qiroat maktabi ham u vaqtda bo'lmagan. Keyin shakllantirilgan. Lekin bu fiqhiy mazhablar, aqidaviy maktablar va qiroat maktablari barchasi payg'ambarimiz olib kelgan manhajda bo'lgan, uslubda bo'lgan, ya'ni payg'ambarimizdan olingan hammasi. Va keyingi bizi davrigacha shu uslub mana silsila bo'lib mana kelyapti. Imom Moturidiy deganimizda ham biz Imom Moturidiy shaxsan o'zi qandaydir aqidaviy ta'limot tuzib qo'ymaganlar. Ya'ni o'zini nafsidan bir narsani qo'yib, "Men bunga e'tiqod qilasan" demaganlar. Balki Imom Moturidiy ga ustozlari orqali
demak Yahyo Balxiy, Nusayr ibn Yahyo Balxiy va Abu Nasr Iyodiy va Abu Bakr Juzjoniy ustozlari demak bevosita Abu Sulaymon Juzjoniy orqali demak Abu Hanifaga bog'langan va Abu Hanifadan bu yog'i yuqoriga ko'tarib payg'ambarimizgacha silsila bor. Va aynan ana shu Imom Maturidiy yetishib chiqqan davrda ham bizni hududlarda makhul nasafiy bir 20-30 dan ziyod aqidaviy oqimlarni, turli oqimlarni sanaydi kitobida. Aynan Imom Maturidiy yashagan davrda va bu davrda 63 tami aqidaviy masalani Savodul Azam degan kitobda bayon qilishadi. Aynan bu bayon qilingan narsa bu ahli sunnani ta'limoti, ahli sunna val jamoani ta'limoti deb aytishadi o'z kitoblarida. Aynan Imom Maturidiy o'z davrida demak adashgan toifalarga, bu toifalar islomiy toifalar bo'lsin yoki islomdan tashqari toifalar bo'lsin yoki bo'lmasa ahli kitoblardan bo'lsin, barchalariga raddiya berib o'tadilar. Shuning uchun ham bu kishining nomi bilan bog'lanib qoldi ta'limot. Va ta'limotni bu kishi nomi bilan atalishlik ham 14-asrga borib taqaladi. Nega? Bu kishini aynan islomni mudofaasi yo'lida, islomni aqidasini himoyasi yo'lida va turli shubhalarga raddiya berish yo'lidagi xizmati va dinni aqidasini isbotlash yo'lidagi harakati sababli Maturidiylik ta'limoti deyildi. Xuddi Ashariylik ta'limoti bu arab diyorlarida aytilgandek Mavron Nahr diyorida Maturidiylik ta'limoti deyildi. Maturidiylik ta'limoti deganda insonlar tushunmaslik kerakki, demak Imom Maturidiy o'zi yaratgan, o'zi shakllantirgan yoki o'zi tuzib olgan degan narsani tushunmaslik kerak, balki payg'ambarimizdan kelayotgan aqidani o'z zamonasi tilida u kishi bayon qilib berdi. Va bu bayon qilib bergan uslublari jamiyatga manzur keldi va jamiyatga manzur kelib xalqga bu keng yoyildi va shuning uchun bu kishining nomi bilan atalib ketdi. Rahmat Abdullatif domla. Demak, Imom Maturidiy hazratlari bir alohida e'tiqod yaratmaganlar. Bu suhbatingizdan ham ko'rinib turibdi, Imom Maturidiy hazratlari payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamgacha uzluksiz oltin silsila orqali demak ta'limni, dinni olganlar va keyingi avlodga demak aqida ilmini oson, sodda tilda tushuntirib berganlar. Biz o'sha prodyuserlarimizdan iltimos qilgan bo'lardik. Aynan o'sha hozir Abdullatif domla zikr qilib o'tgan shajarani hozir mana e'tiborlaringizga ham havola qilib o'tamiz. Mana shu siz ko'rib turgan shajarada Imom Maturidiy hazratlari payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamgacha demak ilm silsilasi orqali bog'langanlar. Bu silsilada asosiy mana misol o'rtada turuvchi shak vazifasini desak ham bo'ladi. Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayh bajaradilar va u kishi Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhdan borib sahoba Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu va Hazrat Ali roziyallohu anhularga borib taqaladi. Ustozlar, bugungi suhbatimizni ba'zi o'sha internetlarda tarqalayotgan Maturidiy ta'limotiga otilayotgan bir shubhalardan ham bir ikki taqdim qilsak va xalq o'sha bizni kuzatib turgan aziz tomoshabinlar bu savollarga javob olsalar degan maqsadda ba'zi shu savollarni tayyorlagandik. Birinchi savolimiz ustoz, Maturidiylar aqlni Qur'on va hadisdan ustun qo'yganmilar? Shunga javob berib o'tsangiz. Haqiqatan bu masala aql oldin qo'yiladimi naqldan degan masalalar keyingi o'sha davrda ham ulamolarning o'rtasida ham bu bahslar bo'lgan. Keyingi paytda, ayniqsa hozirgi paytda bu gaplar yana ko'tarilyapti. O'zi aslida shundayki, Alloh taolo insonni yaratdi, buni oqil qilib yaratdi. Alloh taolo insonga aql ato etdi. O'sha aqlga keyin Alloh taolo vahiy nozil qildi. Yuqorida domlalarimiz ham aytdilarki, o'sha hayvonotga bermadi. Vahiyni balki insoniyatga berdi. Nima uchun? Chunki bunda aql bor edi-da. Alloh taolo unga aqlni ato etgandan keyin o'sha aqliga uni vahiyni nozil qildi. Vahiy bilan buyurdi, taklifot buyurdi. Bizi dinimizda shundayki, aqli raso bo'lmagan odam mukallaf emas. Ya'ni aqlidan judo bo'lgan odam, aqli yo'q odam yoki yosh bola, hali balog'atga yetmagan bolalar shariatga mukallaf emas. Nima uchun desangiz, u aqli juda to'liq emas, hamma narsani anglay olmaydi, to'liq anglay olmaydi. To o'sha to'liq anglamaguncha, balog'at yoshiga yetmaguncha, o'sha taklif yoshiga yetmaguncha unga qilgan xatti harakatiga javobgarlik yo'q. Yaxshi amaliga ham savob yozilmaydi yoki xato, gunoh, kamchiliklariga ham gunoh yozilmaydi. Nima uchun? Chunki buni aqli bilan qilmayapti-da uni. Hali aqli to'liq emas. Yosh bola bir xato qilib qo'ysa kechirib ketaveramiz. Aqli yo'q deymiz. Demak, shariatimiz shu aqlni rioya qilgan.
aqlni e'tibor qilib insonni aqli raso bo'lsa ana unga endi taklif yuklaydi. Ya'ni taklif degani majburiyat. Haligi aytganimizdek Alloh taoloni borligidan boshlab aqida masalasi ham unga yuklandi, aqliga shariat ahkomlari ham unga yuklandi. Chunki inson aqli bilan u ertaga Xudoning oldida shu aqli qay darajada buni qabul qildi, qilmaganligiga qarab javob beradi-da. Haligi hadisda keladi-ku, avvalu ma xalaqallohul aqla. Alloh taolo birinchi bo'lib aqlni yaratdi. Va qala lahu aqbil fa aqbala va qala adbir fa adbara. Aqlni yaratgandan aytdi, aql kel dedi. Aql keldi, ket dedi. Ketdi. Ya'ni haligi buyruqni u anglayapti. Alloh kel desa kelyapti, ket desa ketyapti. Ana aytdiki, men sani tufayli bika usibu va ika babika uaqibu. Ey aql, endi shu odamlarni san tufayli savob beraman, san tufayli unga azob beraman dedi. Chunki aql anglaydi, shunga qarab harakat qiladi. Shuning uchun bu aql bizni dinimizda, hatto aqidamizda e'tiborlik. Chunki har bir narsani inson aql tarozisi bilan tortadi. Yaxshi yomonni ham farqiga boradi. To'g'rimi? Lekin endi shunday narsaki, aynan bu aqida masalasida, Maturidiy ta'limotida deganimizda ham o'sha aqlimiz birinchi navbatda bizni gavharimiz, lekin yuqorida aytganimizdek Alloh taolo payg'ambar orqali yuborgan g'aybiy narsalar, bizning aqlimiz bovar qilmaydigan narsalar borki, bu holatda endi aql ikkinchi o'ringa chiqadi. Ya'ni o'sha naqlda nima deyilgan bo'lsa, biz uni aqlimiz idrok qila olmaydi, aqlimiz uni anglay olmaydi. Natijada aqlimizga ko'proq erk berib, bu aql bovar qilmaydigan narsa-ku, mana aqlim yetmadi-ku. Bu narsa demak bunda shak shubha bor demaymizda, uni aqlimiz yetmaganligini e'tirof etamizda, aqlim bu yerda ojiz deymizda, naqlga ishonamiz. Ya'ni Alloh taoloning borligi. To'g'rimi? La tudrikuhul absor va huwa yudrikul absor. Ya'ni Alloh taoloning borligi biz iymonimiz bor, lekin Alloh taoloni biz aqlimiz bilan idrok qilganimiz uchun iymon keltirmadik-da. Birinchi navbatda. O'zi aslida iymonni haligi inson atrofiga Alloh yaratgan narsalarga qarab turib, Allohning borligini biz e'tirof etamiz, lekin zoti nuqtai nazaridan. Alloh taoloning zoti yoki bo'lmasam aytganimizdek farishtalarni dedik. Uni biz hech bir faqat aqlimiz, boshqa bir his tuyg'ularimiz ko'ra olmaymiz, usha olmaymiz, ularning moddasini bilmaymiz, lekin bor ekanligiga garchi buni aqlan idrok qila olmasak ham iymon keltirishimiz shart bo'ladi. Demak, o'sha bu yerda Maturidiy ta'limoti ham shuni inobatga oladiki, demak, birinchi navbatda aqldan ko'ra naql ustun turadi. Lekin hech qachon shu narsa qoida ham borki, sog'lom aql sahih naqlga o'z zid kelmaydi. Qoida borda shunaqa. Demak, shu nuqtai nazardan biz aytamizki, Maturidiy aqidasida bo'lsin, umuman islom aqidasida ahli sunna val jamoa demak, hech qachon aqlni naqldan ustun qo'ymaydi. Bunaqa toifalar ham bor, chiqqan. Misol uchun aytganimizdek, o'sha aql tarozisida tortib ko'rib aytilgan gap, demak, aqliga to'g'ri kelmasa, uni yo o'sha naqldan ayib qidiradi. Buni sahih emas deydi, ishonchli emas deydi. Misol uchun mana qabr azobi misolni oladigan bo'lsak, biz qabr azobi haq deymiz. Qabrdagi bo'ladigan munkar va nakir savol javobini haq deymiz. Bu o'zi aqidamiz hisoblanadi. Lekin buni aqliga solib ko'rgan odam aytadiki, misol uchun hamma ham qabrga dafn qilinmaydi-ku. Kimdir o'tda yonib ketadi, kimdir suvda cho'kib ketadi, kimdir bir yirtqich hayvon yeb yo'q bo'lib ketadi, to'g'rimi? Mana shu ma'noda ular qabrga qo'yilmagan bo'lsa, qanday qilib ularga bu biz qabrda so'roq qilinadi deymiz ularga nisbatan. Demak, bu yerda o'sha qabr azobi degan narsa, demak, kelgan xabar bu ishonchli emas ekan. Deyishlik bilan o'sha naqlni inkor qiladi-da, bu yerda o'sha aqlini birinchi o'ringa qo'ygan bo'ladi. Lekin Maturidiy aqidasida unday emas. Demak, bunday biz chunki bizdagi imkoniyat, mana ko'zimiz ham ko'rguncha joyini ko'radi, quloqimiz ham eshitgancha narsani eshitadi. To'g'rimi?
Mana shunga o'xshab, demak, ko'zimiz ham o'zini imkoniyat darajasi, aqlimiz ham imkoniyat darajasidagini anglaydi, idrok qiladi. Undan ortig'iga bizni aqlimiz yetmaydi. Shuning uchun demak bu Alloh taolo insoniyatni kamolatga yetishligi uchun faqat aqlini o'zi kifoya qilmaganligidan naql berdi. Agar insonni shunday bir aqlli hamma narsani yetadi deganda unga payg'ambar ham kelish shart emas edi. To'g'ridan to'g'ri o'zini vahiysi ham orqali ham bo'laverardi, u to'g'ridan insonni o'ziga. Lekin insonda shunaqa ojizlik borki, o'sha aqli Alloh taoloning ilmini hammasini ihota qila olmaydi. Shu nuqtai nazardan Alloh taolo insoniyat uchun kerak bo'lgan, eng zarur bo'lgan, inson bilishi kerak bo'lgan, e'tiqod qilishi shart bo'lgan, agar shu e'tiqodni qilmasa, bilmasa Allohning oldida gunohkor bo'ladigan yoki dunyoda ham oxiratda ham saodat topolmaydigan narsani darajasidagini ana payg'ambar orqali yubordi. Shu holatda biz aqlimiz yetmagan taqdirda ham aytadi-ku, saddaqna va amanna, to'g'rimi? Biz iymon keltirdik va buni tasdiqladik deymizda, shu bilan taslim bo'lib qo'ya qolamiz. Rahmat ustoz. Albatta, demak, aql musulmon insonni hayotida muhim rol o'ynaydi. Va albatta shu bilan birgalikda musulmonni g'aybga iymon keltirish uchun albatta vahiy zarur. Alloh subhanahu va taolo demak insonga aql berdi va shu aql orqali demak Imom G'azoliy aytganlaridek, demak to'g'ri dinni topish uchun ham aql kerak. Aql orqali sen payg'ambarni rost payg'ambar bilan yolg'onchi payg'ambarni ajrata olasan aqling bilan. Abdulaziz domla, agar fikrlaringiz bo'lsa, ustozga masalan marhamat. Yuqorida domla barcha hozirgi kundagi yoshlar orasida bo'layotgan muammolarni ham ishora qilib o'tib ketdilar. Ba'zi yoshlarimiz borki, masalan, aqlli butkul dinda rolini yo'qligini, aqlni inkor qilib tashlayapti-da. Ba'zi insonlar esa vahiyni inkor qilib tashlayapti. Bu yerda aql mutlaq deyapti. Lekin din ikkalasini ham muvozanatda ushlagan, oltin o'rtalikni topa olgan. Zero payg'ambarimiz hayotlik chog'ida ham ko'rishimiz mumkin misollar bilan Muoz ibn Jabal roziyallohu anhuni jo'natganlarida bir masala chiqadigan bo'lsa, nima bilan hal qilasan? Qur'oni Karim bilan, topolmasangchi hadis sharif bilan, yana topolmasangchi aqlimni ishlataman, ya'ni ajtahidu bi ra'yi, ra'yimni ishlataman dedilar. Ya'ni bo'sh kelmayman dedilar va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uni maqtab qo'ydilar. Mana shuni o'zi demak dinimizda aqlni ishlatish bor. Lekin uni chegarasi bor. Ya'ni oltin o'rtalik bor. Va bundan keyingi davrlarda, masalan, Umar roziyallohu anhu zamonlarida yoki bo'lmasa demak aynan Abu Bakr roziyallohu anhu zamonlarida, masalan, Qur'oni Karim jamlanishi hadisda yo'q edi-yu, yoki bo'lmasa oyatda yo'q edi-yu. Umar roziyallohu anhu tashabbus bilan keldilar va bu tashabbus bilan kelib mashvarat qilib jamlashdi. Bu yerda ham u kishi aqliy dalillar keltirdi. Agar jamlab qo'ymaydigan bo'lsak, bu yerda oldingi ilohiy kitoblarda duch kelingan holat bu yerda ham duch kelishi mumkin. Va kezi kelganda bir qori sahobiylar ikkinchi nimadagi shahardan kelgan qorilarni qiroatini inkor qilishyapti degan bir muammoni o'rtaga qo'ydilar. Hammasi aqliy jihatdan edi. Va yana shuni yaxshi bilishimiz kerakki, demak aql Alloh taolo yaratgan insoniyatga qo'ygan ulug' ne'mat. Va vahiy ham Alloh taolo tomonidan berilgan narsada. Ya'ni bir ustozimiz aytgandi, aqlli mana hozirgi kundagi bemazhablar inkor qiladiki, aql xuddi inson o'zi yaratib olgan narsaga o'xshab qolyapti. Vaholanki aql Alloh bergan-u. Alloh bergan va Alloh taolo Qur'oni Karimda bot-bot uni ishlatishga undagan. Tafakkur qilishga undagan, aql yuritishga undagan. Ularning iddaosiga ko'ra aql go'yoki insonning maxluqi. Inson yaratib o'ziga sog'ganday bo'lib qolyapti. Vaholanki unday emas, balki aqlni ishlatish kerak. Aql ishlatish kerak bo'lganda ham uni o'rinlari, joylari bor. Va ana shu joyda ishlatsa aql 100% natija beradi. Xuddi his a'zolarni ishlatish kerak bo'lgan joyda uni ishlatsa 100% natija bergandek. Yoki lekin vahiy ishlaydigan joyda aql ishlolmaydi. Ya'ni aql uni nima qila olmaydi. Masalan, kimga uylanish mumkin, qaysi qizlarga uylanish mumkin emas, masalan. Yoki bo'lmasa halol harom masalalar aql yecha olmaydi. Yoki bo'lmasa ovqatdan oldin bismillah aytishni 1000 ta aqllilar qo'ying, bunaqa narsani ixtiro qila olmasdi. Chunki vahiyni o'zini yuqorida domlamiz aytgandek, aql ishlamaydigan joyda vahiy bizga yorituvchi. Zero Imom Moturidi kitobi Tavhidda bir ajoyib mazmundagi gap kelganki, aql bir qorong'i joyga tushsa, uni yoritib turuvchi narsa bu
ilohiy vahiy. Agar u ilohiy vahiy bo'lmasa, u qorong'ulikda yo'l topolmaydi aql. degan mazmundagi jumla kelgandi kitob tavhidda. Demak, ustozlar, sizlarning suhbatlaringizdan shu ma'lum bo'lyaptiki, demak, naql, ya'ni vahiy aqlni inkor qilmaydi. Insonni demak, aql ishlatishni, aqliy xulosalarni inkor qilmaydi. Agar u to'g'ri chiqarilsa, to'g'ri shunaqa desa to'g'ri bo'ladimi? Demak, aql hech qachon vahiyga zid kelmaydi va aql nima deydi, darajasi yetmagan, aql yetmagan joydan boshgacha u yog'i vahiy orqali aytilgan barcha fikrlarni aql qabul qilishi kerak va bu islom dinida ko'rsatilgan ta'limot hisoblanadi. Aynan Imom Moturidiy hazratlari ham demak bizga aynan shu aql va naql uyg'unligini aytganlaridek, ustozlar sizlar aytganlaringizdek, demak o'rta oltin uyg'unlikni topib berganlar Imom Moturidiy hazratlari. Shu yerda bitta narsani men qo'shimcha qilib ketyapman. Mana shar'iy hukmlarni asosi deganimizda Qur'on birinchi o'rinda turadi, undan keyin sunnat turadi, undan keyin ijmo turadi, undan keyin qiyos turadida. Ya'ni mana shu tartibotda o'zdan ham qaraydigan bo'lsak, birinchi o'rinda Allohning vahiysi Qur'on. Ya'ni biror bir narsani agar hukmini bilmoqchi bo'lsak, bir masala ustida fikr yuritmoqchi bo'lsak, avval shu to'g'risida Qur'onda biror bir narsa bormi deymiz. Agar Qur'onda ochiqdan ochiq bo'lsa, bo'ldi, mana shuni o'zi bilan biz to'xtaymiz. Bo'lmasa hadisda bormi deymiz. Yoki bo'lmasam ana keyin ulamolarning mashvarati nuqtai nazaridan qani kimda nima fikr bor. Oxiri bo'lmasa keyin qiyosga o'tadi, mana bu aql deganida. Demak, inson baribir o'zi uchun bir yo'lni aniq bilib olish kerak-da. Bizga masalan Qur'oni Karim oyatlari nima deydi, mujmal deymiz-ku, to'g'rimi? Uni tafsiriga, ta'viliga muhtoj. Uni bizni aqlimiz unga darajaga yetmasligi mumkin. Qachonlardir yana bu tafsirlar keyingi davr ulamolari ochadigan holatlari bo'lishi mumkin. Bizgacha buni hech kim tafsirini etmagan bo'lishi uchun shundan biz aytamizki, bu Qur'onda buni topolmadik deymiz. Aslida-ku Qur'onda hamma narsa bor. Ma farratna fil kitabi min shay. Alloh taolo hech narsani qoldirmay hammasini joylaganmiz. Faqat unga bizni ilmimiz yetmagan holatda uni ochib bera olmasligimiz mumkin. Lekin shu holatda mana ilmim yetmadi endi, bo'ldi bu masala endi men uchun bir mavhum, yopiq bo'lib qoldi deb tura olmaymiz-da. Bizni ilmimiz yetmadimi? Endi bu yerda biz aqlimizni ishlatib, albatta inson uchun eng foydali, zararli degan narsalarni inobatga olgan holatda o'sha foydali tomonini biz mana shu to'g'ri yo'l ekan deb qabul qilamiz. Aql mana shu yerda kerak bo'ladi. Chunki inson hech qachon bir savolda to'xtab qolish kerak emas-da. Mana bu narsani bilmadim, yo'q ekan. Haligi bir endi hozir eslolmayman, bir paytda eshitganmiz, bir odamni shunaqa juda ham payg'ambar alayhisolatu vassalomga ittibolari kuchli ekanki, har bir yurish, turish, o'tirishlarini to o'sha narsani nima shu holatda qilganlar deb bilmaguncha shu ishni qilmas ekan. Shunda bir oldiga qovun olib kelib so'yishgan ekanda, shunda payg'ambar alayhisalom qovun yeganmilar, qanaqa yeganlar, shuni bilmaganligidan qovunni yemagan ekanda. Endi bunday qarasangiz, endi juda payg'ambarimizga ittibo ekan deb bir tomondan maqtaysiz. Ikkinchi tomondan bir Xudo bergan bir ne'mat bo'lsa-da, shuni men hadisdan topa olmadim deb yemay turishligi ham bu aqlga bovar qilmaydigan ishda endi u. Vaholanki u halol bo'lsa, pok bo'lsa, uni sihat salomatligi ziyon qilmaydigan bo'lsa, demak buni yeyishlik aql joiz deydiganmi? Demak mumkin degan narsa-da. Demak, ustozlar, Moturidiy ta'limoti haqiqatda bugungi kunda dolzarb va bu insonda demak, va albatta birinchi navbatda ustozimiz aytganlaridek vahiyga nisbatan hurmatni uyg'otadi bu ta'limot. Allohning kalomiga nisbatan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam so'zlariga nisbatan va ulamolarning so'zlariga, ijmoga nisbatan hurmat. Aynan Moturidiy ta'limoti ulamolarni, sahobalarni tutgan yo'li, oyatni to'g'ri tushunish, hadisni to'g'ri anglash va ulamolarni demak so'zlari orqali bularni tafsir qilish desak, menimcha to'g'ri bo'lsa kerak. Yana bitta savol bermoqchiman. Hozirgi kunda mana Moturidiy ta'limotini ahamiyati qanaqa? Imom Moturidiy hazratlari mana misol uchun 9-10 asrda yashagan bo'lsalar, hozir mana 11 asr o'tyapti. Hozirgi globallashuv davrida Moturidiy ta'limotini ahamiyati nimada? Hop, Moturidiy ta'limotini soddagina bir xalqchil misol bilan tushuntiradigan bo'lsak, sutni ichida unda qaymoq ham bor, pishloq ham bor va undan qatiq ham olsa bo'ladi. Lekin buni bilmagan inson, pishlab olishni bilmagan inson sutdan pishlab ola olmaydi. Yoki sutdan
qaymoq olishni bilmagan inson qaymoq ololmaydi. Ya'ni o'shanda sohani bilgan inson, mutaxassis inson qaymog'ini oladi, sutdan ajratib oladi, pishloq oladi, yoki bo'lmasa undan qatiq chiqarib oladi. Xuddi shuningdek, Qur'oni Karim, hadis shariflardan mutaxassis bo'lgan insonlar undan aqidani chiqarib oladi, fiqhni chiqarib oladi va axloq odobni chiqarib oladi. Imom Moturidiy bizga aynan Qur'oni Karim va hadis sharif va sahoba ikromlarning so'zlari orqali aqidani, ahli sunna val jamoani maslakini tuzib berdilar. Va bu ahli sunna val jamoani yo'lini bizga bayon qilib berdilar. Vaholanki biz hozir Qur'on o'qiymiz, lekin Imom Moturidiy olib chiqqan masalalarni Qur'oni Karimdan olib chiqa olmaymiz. Chunki bizning Qur'oni Karimni o'rganish va uni bayon qilishga bo'lgan aqlimiz Imom Moturidiy qaragan nazar jihatidan qarolmaydi, ya'ni fikri jihatdan qarolmaydi. Shuning uchun u kishi masalan birgina Fotihani o'zidan nechta ma'noni olib chiqadi. Yoki bo'lmasa aqidaviy oyatlardan qanday biz e'tibor qilmagan jihatlarni olib chiqadi. Bularning barchasi, ya'ni birinchidan payg'ambarimizga yaqin vaqt jihatidan, ikkinchidan Imom Moturidiy o'z davridagi ustozlari ham u kishiga qay darajada ehtirom ko'rsatganliklari, hattoki masalan Imom Moturidiyning o'zi bo'lganida edi yetardi. Yoki bo'lmasa ba'zi bir kitoblarda keladiki, Abu Hanifa rahmatullohi alayh Imom Moturidiyni bo'lib Abu Yusuf rahmatullohi alayh bo'lmaganda ham u kishi hijolat bo'lmardi yoki bo'lmasa xavf qilmardi. Chunki Imom Moturidiy ham fiqhda, ham aqidada, ham tasavvufda o'z davrining eng kuchli zabardast olimlaridan bo'lgan. Shuning uchun u inson o'z davrida adashgan toifalarga Qur'on va hadis asosida shakllangan aql bilan javob bera oldi. Shuning uchun ham bu insonni maslakini biz tutyapmiz. Nimaga? Unda bag'rikenglik bor. Nimaga? Unda mo'tadillik bor. Unda takfir masalasi yo'q. Masalan, bugungi kunda muammo bo'lyapti-yu. Bir musulmon ikkinchi musulmonni kufrda ayblayapti. U e'tiqod qilgan yo'nalishga e'tiqod qilmaganligi uchun kofirga chiqaryapti. Yoki bo'lmasa men Moturidiyman deganligi uchun uni mushriklikda ayblayapti. Yoki bo'lmasa men tasavvufdaman deydigan bo'lsa, uni shirkda ayblab yuboryapti. Bunday jihatlarni Imom Moturidiy rahmatullohi alayh juda mohironalik bilan va shu bilan bir qatorda insonni birgina qilgan xatosi sababli kufrga emas, iymonda ushlab qolishlik. Iymon masalan biz kitoblarda ham keladi-yu, 99 ta unda kufrni nimalari topilib turib, birgina iymoni jihati topiladigan bo'lsa, uni olib qolish kerak, uni takfirga chiqarmaslik kerak. Shu jihatlarini inobatga olib, Imom Moturidiy rahmatullohi alayh tomonidan bu shakllantirilgan 10-asrda, 9-asrda bayon qilib berilgan ushbu maslak bugungi kunda ham dolzarb ahamiyat kasb etadi. Nimada? Jamiyatni birlashtirishda. Musulmonlarni birlashtirishda, musulmonlarni yakdil qilishda. Chunki u kishi ham o'z davrida nima uchun harakat qilgan? Bu yerdan xalifalik markazidan, Bag'doddan Mavron Nahrga Mu'tazillar kirib kelayotganda, Jahmiylar yoki boshqa oqim mushabbihalar kirib kelayotgan. U kishi raddiya berib, ularni siqib chiqardi g'oyalarini. Va mo'tadil ahli sunnani ushlab qoldi. Va bugungi kunda ham ko'ryapmizki, mana fikrlar xilma-xilligi natijasida turli xildagi g'oyalar. Nafaqat dinni ichida, balki dindan tashqarida bo'lgan holatda ham turli xildagi qarashlar, yaratuvchi borasidagi qarashlar, borliq borasidagi qarashlar avj olgan bir davrda aynan Imom Moturidiyning maslaki ham aql jihatidan, ham naql jihatdan ularni raddiyalariga, dinga bo'lgan e'tirozlariga qarshi javob bera oladigan maslak hisoblanadi. Shuning uchun ham bu ta'limotni ko'p olimlar, masalan Ibn Hajar Asqaloniy, Murtazo Zabidi va Toshko'prikzoda va Mulla Ali Qoriy rahmatullohi alayhlar o'z davrida aytganlarki, ahli sunna val jamoaning ikkita imom bor. Biri Imom Moturidiy bo'lsa, ikkinchisi Imom Ashariydir deb bezga aytishmagan. Shuning uchun ham dunyo miqyosida demak Shofiy, Maliki, Hanbaliylarga qaraydigan bo'lsak, Ashariyda, aksariyat Ashariyda bo'lsa, Hanafiy mazhabidagi Moturidiyda, aqidada, e'tiqod masalasida. Bu jamiyatni birlashtirishga, chunki Ashariylar ham Moturidiylarni takfirda ayblamaydi, balki ahli sunna deydi. Moturidiylar ham o'z navbatida Ashariylarni ahli sunna deydi. Ularni takfirda yoki bid'atchi yoki zalolatda demaydi hech qachon.
Shuning uchun bugungi kunda Maturidiy ta'limotini ushlashlik va boshqa takfirchi guruhlarga nisbatan esa toqatsizlik muomalasida bo'lishi kerak. Shundagina biz musulmonlarni e'tiqodini ushlab qolamiz, sog'lom e'tiqodni ushlab qolamiz. Aks holda bunday oqimlar bizni yosh avlodimizni aqllarini zaharlashi yoki bo'lmasa turli xildagi fitnalar urug'ini sochishiga zamin yaratilib qolgan bo'ladi agar Maturidiy ta'limotiga e'tibor berilmasa. Ustoz marhamat, agar ustoz gaplariga qo'shimchalar bo'lsa. Demak, Maturidiy ta'limotni bugungi kundagi ahamiyati deydigan bo'lsak, o'zi aslida Maturidiy ta'limotining chiqib kelishining o'zi sababi nima edi? deb qaraydigan bo'lsak, agar o'sha ta'vilot ahli sunnat tafsirlaridan o'rganadigan bo'lsak, u kishini shu tafsir qilishdagi yo'nalishlarida ko'proq nimalarga e'tibor berganlar yoki kitobi tavhidga qaraydigan bo'lsak, bu kishi avvalgi Fiqhul akbar birinchi yozilgan, to'g'rimi? U yerda shu Allohga iymon keltirishligimiz, farishtalarga iymon keltirishligimiz, shunday deb aytishimiz vojib deb to'g'ridan to'g'ri ketilyapti. Nima uchun deydigan bo'lsak, u davrda hamma mo'min edi, musulmon edi. Hamma musulmon Alloh taoloni iymon keltirgan. Lekin keyingi davrda, Maturidiy davriga kelib shak shubhalar ko'paygan bir payt edi. Yuqorida aytgandek, Mu'tazilalar chiqdi, mujassimalar chiqdi, mushabbihalar chiqdi, muattilalar chiqdi. Har xil toifalar o'zlaricha talqin qilish oqibatida hattoki kufrga ketadigan holat bo'ldi. Natijada demak bundan beziganlar, o'sha Alloh taologa iymon keltirmaganlar ham, yo Alloh taoloni to'g'ri tanimaganlar ham chiqdiki, bu kishi endi e'tiqodni nimadan boshladi desa, o'sha Alloh taoloni qanday tanish mumkin degan. Nimalar orqali tanish mumkin? degan o'sha aqidaga yengillik yoki shu uslubni kiritib keldilar-da. Demak, birinchi bo'lib Allohni tanib olaylik o'zi. Inson aqli bergan, aql orqali demak o'sha narsalarni Alloh taolo Qur'oni Karimda aksariyat oyatlar Qur'onning o'sha yuqorida aytganimizdek payg'ambarimizga 13 yillik Allohni tanitishga davridagi oyatlar hammasi aqlga e'tibor berganda, qaramaysizlarmi osmonni yaratilishligini, tog' toshlarni yaratilishini qaramaysizlarmi, o'zinglarni qanday yaratilganliklariga qaramaysizlarmi, o'lik yerlarni suv bilan tiriltirishligi, ertaga qiyomatda insonni qayta tiriltirishligiga o'xshash emasmi deb insonlarning aqliga murojaat qilganda, bu kishi ana shu uslubni tanlab insoniyatga endi Allohni o'zingni aqling bilan, mayli senga xuddi yuqoridagi Alloh bor deb senga majburan biz singdirish olmayapmizmi? Endi sen o'zingni aqlingga bir e'tibor ber. Haqiqatan sen o'zingni aqling raso deb biladigan bo'lsang, mana bu narsalarga e'tibor bergin deb insonni o'zini shunga inontirib, o'ziga haligi taslim qilib keltiryaptilar bir jihati. Ikkinchi jihati endi boyidagi har xil shubhalarni kiritgan Mu'tazili bo'lsin, mushabbihalar bo'lsin, mujassimalar bo'lsin, ana ularni noto'g'ri Alloh taoloning ismi, sifati, zoti haqida noto'g'ri tomonga ketib qolayotganlarni o'sha xato joylarini ochib berdilarda, buni keyin o'sha ta'vil yo'liga o'tib, to'g'rimi? Ta'vil yo'liga o'tib ularni Alloh taoloning insonga umuman mavjudotlarga o'xshash emasligini, laysa kamitlihi shay'un va huwas samiul alim, unga o'xshash hech narsa yo'q. Biz uni aqlimiz boshqa tomonda ishlatish mumkin, lekin Alloh taoloning sifati, ismi borasida biz har qancha aqlimizni ishlatganimizda biz unaqa narsani idrok qila olmaymiz. Chunki biz ko'rgan, biz bilgan bu dunyodagi narsalarning hech qaysiga o'xshamayapti deb turibdi Qur'onda. Demak, biz bundan qochishimiz kerak. Buni aksincha biz o'sha ma'nosidan kelib chiqib turib biz unga bir o'zimiz uchun bir tushuncha hosil qilishimiz kerak deydigan fikrlarni yo'lga soldilar. Ta'vilga ko'proq e'tibor berdilar. Shundan kelib chiqib men aytmoqchimanki, bugungi kunda bu ahamiyati nima desa, bugun ham xuddi shunga o'xshash bir tarix takrorlanayotgandayda. To'g'rimi? O'sha ateistlar bor. Yoki hattoki mana keyingi paytda muammo bo'lib qoldi. O'sha dindan chiqishlik, boshqa dinga o'tishlik. To'g'rimi? Missionerlik. Misol uchun missionerlarning ta'siriga tushib qolib, ota bobosi musulmon bo'lib kelayotganlar, demak, o'shalarning aqliga ta'sir qilganligidan qarangki, men bu din to'g'ri ekan, bu Iso Masihga sig'insam men ko'proq foyda ko'ryapman deydigan, ular ham aqlidan foydalanyapti. Natijada haqiqiy o'zini dindan kechib ketayotganlar ham uchrayaptimi? Ana unga demak biz
Alloh taoloni tanishlikda bu kishini uslubi biz uchun bugungi kunda muhim bo'lyapti. Insonni aqliga ko'proq murojaat qilaylik, ko'proq uni aqliga bunday chaqiraylik aql orqali. Quruq haligi boyaga aytganimizdek majburiyat, Alloh taolo bor, payg'ambar haq deb uni haligi aql tarozisiga solmagan holatda majburiyat bilan hech kim uni ushlab tura olmaydi. Demak, bunga endi aqliy nuqtai nazardan unga ta'limot berish kerak deganda aynan bizga Maturidiy ta'limotini o'sha uslublari bugungi kunda ahamiyatga ega. Alloh taoloni tanitish, umuman dinini haq ekanligini tanitish borasida. Ikkinchidan, mana turli tuman o'sha Mu'tazilalar bo'lsin yoki o'sha mujassimalar bo'lsin, shunga o'xshaganlarni hali ham sarqitlar kelyapti-da. Natijada nima deyapti? Natijada Maturidiy yoki Ash'ariy aqidasini yoki shu mazhabni, shu yo'nalishni ahli bid'at deyapti. Borda shulardan. Xuddi boyaga bizni mazhabimizni, Hanafiy mazhabimizni, umuman 4 ta mazhabni bid'at deyotgan, mazhabsizlikka targ'ib qilayotgan bir tomonda bo'lsa, ikkinchi tomonda aqida borasida Maturidiylik, Ash'ariylik bu ham bid'at. Bu ahli sunna val jamoaga zid. Payg'ambar alayhisolatu vassalom va u kishining ergashgan salafi solihlarning yo'liga zid degan da'voni qilayotganlar ham chiqyapti-da. Ana o'shalar bilan demak, xo'sh nimasi bu yerda noto'g'ri yoki qaysinisi bu salaf solihlarga to'g'ri kelmaydi degan masalada aynan Maturidiyning uslubi bilan demak o'shalarga qarshi raddiya berish mumkin bo'ladi. Shuning uchun aytmoqchimanki, hozirgi kunda Maturidiy ta'limoti xuddi o'zlarining davrida buni ta'limotni yo'lga qo'yishlikka sabab bo'lgan unsurlar hozirgi kunda ham yo'q emas borligi uchun demak bizga aynan shu yo'nalish bizga qo'llanma bo'ladi. Rahmat mazmunli va asosli javoblaringiz uchun aziz ustozlar. Demak, umumiy sizlarning suhbatlaringizdan va savollarga bergan javobingizdan shuni xulosa qilishimiz mumkinki, Maturidiylik ta'limoti shunchaki paydo bo'lib qolgan bir qanaqadir firqa emas, balkim o'sha oyat, hadis asosida sahobalar, tobiinlarni demak ko'rsatmalari asosida shakllangan bu ahli sunna val jamoani aqidasini o'zida aks ettiradigan, ya'ni sog'lom aqidani, to'g'ri aqidani o'zida aks ettiradigan bir ta'limot o'laroq qabul qilishimiz kerak. Biz yoshlarga shuni alohida ta'kidlagan bo'lar edikki, aqidani turli ishonchsiz bo'lgan insonlardan emas, balkim o'sha silsilasi, oltin silsilasi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamgacha bog'lanadigan Maturidiy ulamolardan, ahli sunna ulamolaridan o'rgansinlar va shunda e'tiqodlari to'g'ri bo'ladi. Yuqorida ustozimiz aytganlaridek, agar e'tiqod to'g'ri bo'lmasa, bu yoqda qilayotgan ibodatlariga ham putur yetadi. Demak, Imom Maturidiy ta'limoti bizga sof e'tiqodni, sof ta'limotni o'rgatadi va shu bilan birgalikda ayrim o'sha adashgan toifalarga raddiya berish metodologiyasini ham ta'lim beradi va bu bilan shug'ullangan insonlar aynan din ichida paydo bo'lgan turli xil firqalar va dindan tashqarida islomga otilayotgan ta'na toshlariga javob berish uchun albatta bu muhim bir dastur vazifasini, bir ta'limot vazifasini o'taydi. Sog'lom e'tiqod asoslari podkastimizning birinchi soni o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, sog', salomat bo'ling.